Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xalqimiz uchun juda ham foydali bo'lgan videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun videorolik ostiga bir dona like bosib, bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistonliklarning Janubiy Koreyaga ishga borishi osonlashishi kutilmoqda. Xabaringiz bor, Koreyada juda ham yaxshi haq to'lashadi va bu albatta sizga foydali bo'ladi. Ruxsat etilgan tezlik me'yori o'zgartirildi. Endi shular haqida batafsil videoni oxirigacha tomosha qiling. Joriy yilning 17-aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Olimjon Abdullayev Koreya Respublikasi elchisi Won Do-yon bilan uchrashuv o'tkazib, O'zbekiston va Janubiy Koreya viza talablarini soddalashtirish va o'zbekistonlik mavsumiy ishchilar uchun qulay imkoniyatlarni yaratish masalasini muhokama qildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, muzokaralar chog'ida mehnat migratsiyasi va O'zbekiston fuqarolari uchun viza tartib-tamoyillarini soddalashtirish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikning asosiy jihatlari muhokama qilingan. Kun tartibidagi asosiy mavzular Janubiy Koreya mehnat bozori uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, qo'shma o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ishga jo'nab ketishdan oldingi tayyorgarlik uchun yangi ta'lim tashabbuslarini yaratish masalalari bo'lgan. Viza talablari soddalashtirilish, shu jumladan o'zbekistonlik mavsumiy ishchilar uchun qulay imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi, deyiladi xabarda. Bildirilishicha, tomonlar Koreya Respublikasida mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida ushbu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirishga kelishib olishgan. Yo'llarda yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida Toshkent viloyatidagi ayrim aholi yashash hududlaridan tashqarida avtomobillar tezligi soatiga 100 km dan 80 km/soatga kamaytiriladi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimining joriy yil 17-aprel kuni qabul qilingan viloyatning ayrim aholi yashash hududlaridan tashqarida avtomobillar tezligini kamaytirish to'g'risidagi qarorida so'z boradi. Qaror bilan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining viloyatning 37 ta yo'l qismlaridagi ayrim aholi yashash hududlaridan tashqarida avtomobillar tezligi 100 km dan 80 km gacha kamaytirish to'g'risidagi taklifi ma'qullangan. Viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi avtomobillarning tezligi kamaytirilayotgan aholi yashash hududlaridan tashqarida joylashgan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llariga 324 yuqori tezlik cheklangan yo'l belgilarini amaldagi talablar asosida 5 kun muddatda o'rnatilishini ta'minlaydi.